Assalomu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom warahmatullahi wabarakatuh. Va yaxshisiz? Rahmat o'zingiz aka. Alhamdulillah. Yaxshimi? Bo'lyapti. Sekin-sekin. Qachonasizmi? Vodiylikmisiz? Ha, rahmat. Ha, Andijondanmi? Ha, o'zingizdan, shevalaringizdan taniyapman-ku. Andijonga boshqa gapiradi. Ha. O'zingiz qaydasiz? Men ham andijonlikman. Andijon turganman. Ha, yaxshi. Asakalikman. Bizga yaqin ekan deyarli. Anaqa qayerdan ko'rib qoldingiz videolarni? Anaqadan ko'rib qoldingizmi? YouTube'dan ko'rib qoldingizmi, Instagramdan? Ha, YouTube'da, Instagram ishlatmayman, YouTube Shorts ko'rganimda chiqib qoldi. Voy. Ha. Ko'p. YouTube'ga qo'ymay qo'ydim, qo'yib qo'yishim kerak videolar. Qayerdan o'zi eshitdingiz shu mavzuni qayerdan eshitdingiz deyman, demokratiya haqida kim nima dedi demoqchiman. Ya'ni qanaqa ma'lumotlar eshitdingiz yana? Ha, demokratiya haqida xullas hozirda men eshitgan Savdondan eshitib turaman men. Hop. Keyin Abdulloh domlani eshitaman, keyin Abror domlani eshitaman, keyin Rashod Xonqorni eshitaman. Rashod Xonqor, Salafiy. Ha. Salafiy. Hop. Muhammad Rashod. Shu to'rtovni eshitaman asosiysi. Hop. Shulardan eshitdim endi. Demokratiya shu Rashod Xonqor domla o'zi aytdi kufr deb qolganlari. Abror Muxtoraydan eshitdim. U domla oddiy tizim bo'lgan. Qarang. Qarang, o'zi Salafiy bilan ahli sunnat farqi bor esa, o'zi Salafiy nima, qayerdan paydo bo'lgan, ular nimalarni da'vat qiladi? Hozir Rashod Xonqor salafiymi? Ha, Salafiy. Qarang, o'zi nima demoqchiman? O'zi где-то yaqinda boshladingizmi eshitdingizmi? 2023 dan. Ha. 2023 da. Ya'ni siz islom diniga oid bo'lgan ilmlaringiz faqat shu videolarga asoslanganmi? Ha, men ilmim yo'q, o'zim o'qimaganman, shu to'g'rilar gaplardan, manbalardan olib shakllangan. Ha, yaxshi. Qarang. Xo'p, o'sha demokratiyani misol uchun kufr deyotganlar nimani dalil qilib keltiryapti? Ya'ni aqliy dalil keltiryaptimi, naqliy dalil keltiryaptimi, nima deb isbotlayapti gapini? Qo'llayapti. Yo'q, aslida men eshitgan ikkala tomonda ham aniq bir hali menga yetib boradigan gap kelmayapti-da, yo kufr emas deganga. Ha. Qarang. Shunga men sizga hozir Bering, savollaringiz bormi? Ha. Shu demokratiya masalasi bo'yicha 4 ta savolim bor. Hop. Ketma-ketlikda bersam, shunda balki o'zim tushunib qolarman to'liq. Keyin undan tashqari 4 ta savol bor. Lekin demokratiyaga oid emas, oddiy o'zimda bo'layotgan savollar. Bemalol. Unda demokratiyadan boshlasak, birinchi o'zi kufrni o'zi nima? Kufr o'zi nima deyapsiz, to'g'rimi? Aha. Ketdik mana. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Muttaqin va salatu vassalamu ala rasulih Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Kafaro so'zi bir nimani, ya'ni kafaro deyishlik arab tilida bir nimani to'sib qo'yishlik, yopib qo'yishlik deyiladi. Islom dinida bilamiz, Alloh taolo barchani fitratda yaratgan. Siz bilan fitratallohillati fatron nasi alayha degan. Ya'ni odam qalbi bilan Alloh borligini biladi. Va buni tili bilan aytib, dili bilan tasdiqlagan odam mo'min deyiladi. Musulmon deyiladi. Ammo bitta odam shu qalbidagi nurni to'sib qo'ysa, kafaro, ya'ni berkitib qo'ygan bo'ladi va u kofir deyiladi. Ya'ni kofir nima? Rasululloh alayhisalom olib kelgan, ya'ni mutawatir ravishda rivoyat qilingan biror nimani, xabarni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Bu Qur'on bo'ladimi yoki mutawatir ravishda rivoyat qilingan hadis bo'ladimi yoki haromni halol deyishlik bilan bo'ladimi yoki halolni harom deyishlik bilan bo'ladimi? Shunaqa. Birorta mutawatir ravishda rivoyat qilingan xabarni inkor qilgan odam kofir bo'ladi va Alloh taolo biror bir sifatlarini ham yoki birorta Qur'ondagi birorta harfni inkor qilsa ham u odam kofir bo'ladi. Endi qarang, biz bilan narigi tarafning o'rtasida qanaqa bor? Farq bor.
salafiylar xavorijlarga tortgan bir sifatlari bor. Qaysi ma'noda? Ular amalni anaqa ichiga qo'shishadi. Nima edi? Amalni ham ular anaqa ichiga qo'shadi. Nima iymonga ichiga qo'shib yuborishadi. Qaysi ma'noda? Misol uchun bitta odam namoz o'qimaydi. Biz aytamizki, qara, sen namoz o'qimagan gunoh ish qilyapsan, lekin sen islom musulmonsan deymiz. To'g'rimi? Sen shunaqa shunga qo'shilasizmi sen? Ha, to'g'ri bu. Mana qara, bitta odam islom namoz o'qishlik kerakligini biladi, erinyapti, o'qimayapti. Biz uni musulmonsan, lekin gunoh ish qilyapsan deymiz. Endi xavorijlar yeriga ular nima deydi? Yo'q, sen kofirsan deydi. Nimaga? Namoz o'qimayapsan deydi. Biz aytamiz, to'xta. U odam namozni inkor qilmayapti. Ya'ni bu biz amalni qo'shmaymiz-da iymonga. Ya'ni iymonga biz uni qalbida his qilayotgan, ya'ni o'zi aytayotgan gaplarni qo'shamiz demoqchiman. Amal qila olmasa ham. Endi qarang, misol uchun demokratiya mavzusiga qaytadigan bo'lsak. Biz aytamizki, ya'ni kufr nima bilan bo'ladi? Kufr odam o'zini ya'ni odamni islom diniga nima olib kelsa, o'sha narsani olib chiqib ketadi. Tushunarli? Ya'ni amal bilan emas. Bitta odam deylik, shirk amalni qilyapti deydigan, misol uchun. Biz bari undan so'raymiz, to'xta, nimaga bu ishni qilding deymiz. Ya'ni dilini bilishga harakat qilamiz. Ya'ni nimaga, ya'ni maqsading nima, ya'ni niyating nima edi? Niyatni so'raymiz. Birdaniga takfir bermaymiz-da. Birdaniga takfir bermaymiz. Ya'ni bitta odam misol qimor o'ynayotgan bo'lsa ham, yoki odam o'ldirgan bo'lsa ham, yoki boshqa gunoh kabira qilgan bo'lsa ham, biz uni niyatini so'raymiz. Endi qarang, misol uchun demokratiyani kufr etayotganlar deyliga, nima deymiz ularga? Ya'ni Alloh taoloning hukmini qilmayapsan deydi, misol uchun. Endi qarang. Bu orqa yaxshi tushunadigan bo'lsak, uzr ozgina yo'talayapman. Aytamizki, niyat demaydi mana. Niyat demaydi, misol uchun qarang, demokratiya ham ikkiga bo'lsa bo'ladi. Ya'ni g'oyasi, g'oyaviy va tatbiqiy. Alloh taolo mana o'z islom dini qanaqa boshqaruvni ustiga qo'ygan. Mana Alloh islom dini misol uchun demokratiya bor, to'g'rimi? Monarxiya bor, totalitarizm bor. Ya'ni islom dini qaysi biri uni qanaqa boshqaruvni ustiga qo'ygan? Islom dini? Yakka Alloh. Hop, Alloh kelib sizga boshqarmaydi. Misol uchun yerni mash joygacha seniki, narigi joyidan qo'shniniki deb bermaydi Alloh taolo sizga. Aha. Qanaqa, misol uchun qo'shningiz bilan yer talashyapsiz, qanaqa hal qilasiz? O'zi yer o'lchangan bo'ladi-yu. Tushundim. Ya'ni misol uchun meros qoldi yer, akangiz bilan talashyapsiz yerni. Kim hal qiladi? Unda imomga, masjidda imomga boramiz. Meros masalasi muammo emas. Ha, qarang, meros masalasi emas. Gap aytmoqchimanki, misol uchun ijtimoiy ishlar bor-a? Misol Qur'oni Karim, misol uchun qarang, din nima? Din bu e'tiqodiy narsalar, Alloh taologa iymon keltirishingiz, namoz o'qishingiz, ibodatga oid bo'lgan narsalar, to'g'rimi? Ibodatga oid bo'lgan narsalar. Va ijtimoiy ba'zi narsalarni Alloh taolo o'zi belgilab bergan, halol va haromga ajratib bergan. Undan tashqari, ya'ni yangi paydo bo'lgan narsalar bor. Misol uchun yer qanaqa qilamiz? Misol uchun siratni o'qigansiz-a? Nimani? Siratni o'qiganmisiz? Ya'ni Rasululloh alayhisolam hayoti haqida biror nima bilasizmi? Va Abdulloh domlani siratini eshitganmisiz? Hech bo'lmasa 60 dars deydi. Ha, eshitganman. 11 soatni darsi borda eshitganman. Ha, mana qarang, Uhud jangida, misol uchun Uhudda Rasululloh alayhisolam mashvarat qiladi. Uhud jangiga biz Madina turib himoyalaramizmi yoki tashqariga Uhudga chiqib urushamizmi deganda, aksar sahobalar nima degan? Yo'q, chiqib ketdik, urushamiz degan, tashqariga chiqib. Mana shu nima deyiladi? Shura deyiladi. Ya'ni maslahat qilingan, kengash deyiladi. Maslahat qilgan Rasululloh alayhisolam. Xuddi shunga o'xshab, hozirgi zamonda biz, misol uchun, kim prezident bo'ladi, kim deputat bo'ladi, kim xalqning qiziqishlarini, ommani qiziqishlarini o'sha reprezentativ, ya'ni o'zi namoyish qiladi, himoya qiladi. Shunda biz xalqi bir odamlarni saylab oladi. O'sha saylangan odamlar bo'lsa, xalqni nomidan qonun qabul qilishadi. Ya'ni islom dini o'zi va amruhum shura baynahum degan oyatga binoan maslahatlashishlik kerak, kengash asosida hal qilish bo'lishi kerak. Ya'ni aksar odamlarning fikrlariga binoan shuni biz nomini, misol uchun, lekin qarang, islom dinining maqsadi kengash qilishligi, islom dinining maqsadi maslahat qilishlik. Lekin bu maqsad, lekin vosita yo'q. Qanaqa o'sha vositaga qanday yetishamiz? Misol uchun, kim prezident bo'lmoqchi? Biz qayerdan bilamiz? Aksar aholining fikrini qayerdan bilamiz? Aytingchi. Ovozga qo'yish orqali. Ha, ana biz hozir shuni demokratik nomlab qo'ysak nima bo'pti shuni? Shuni aytyapmiz. Misol uchun deylik,
ovozga qo'yapsiz. Bittasi kelib tursa senga, "Ey Rasululloh alayhisalom bunaqa qilmagan" deb tursa, nima deysiz bunga? Yoki misol Abu Bakr Siddiq nima degan? Umar bin Hattobni qo'yib ketgan o'zidan keyin, to'g'rimi? Aytsa, "Yo'q, Abu Bakr Siddiq unaqa qilmagan" desa, nima deysiz? "Miyam bilan urushib qolsan" deysizmi? "Boshim bilan urushib qolsan" deysizmi? Ana ovozga qo'yish bo'lsa bo'ladi deyapsiz, to'g'rimi? Qarang, demokratiya nima degani? Mana o'zi qidirib ham ko'ring. Yunon tilidan olingan bo'lib, demokratos so'zidan olingan. Demokratiya nima? Narodovlast, ya'ni xalq boshqaruv, ya'ni xalq xalq hokimiyati degani bildiradi. Ya'ni bu qarang, aytyapman, qarang. Demokratiyani islom shariatiga zid bo'lgan joylari ham bor. Deylik, liberal demokratiya bor. Ya'ni u islom dinida harom qilgan narsani ham, ya'ni joiz deb berish mumkin demoqchiman. Ya'ni ta'kidlab aytaman, ikkiga bo'lamiz demokratiyani. Nima? Fikrlashi, ya'ni g'oyasi demokratiyani va tatbiqi. G'oyasida agar biz islom shariatini eng afzal shariat deb bilamiz, ya'ni eng afzal shariat emas, ya'ni yagona ilohiy shariat, haq deb bilamiz. Alloh taoloning dini hamma narsadan oliy, to'g'ri? Lekin ijtimoiy ishlarda, deylik, Alloh taolo sukut qilgan, shariat sukut qilgan masalalarda biz sho'ro qilishimiz kerak. O'sha shariat sukut qilgan masalalarda sho'ro qilish uchun bizga vosita kerak. Qayerdan bilamiz xalq fikri qanaqaligida? O'sha vosita sifatida biz demokratiyani ishlaymiz, vosita sifatida. Maqsad emas. Tushunarli? Bitta odam chiqib aytsa, "Yo, demokratiya asl g'oyamiz, maqsadimiz butunlay ya'ni shariatga zid bo'lgan joylarni olaman" desa, unda o'shanda biz aytamiz, "Yo, sen kofirsan" deymiz o'sha holatda. Ya'ni xuddi biz aytdik-ku, bitta odam, ikkita odam namoz o'qimaydi. Bitta odam erinib namoz o'qimaydi, u odam musulmon, bitta odam namoz o'qishlik to'g'riligini inkor qiladi. Ya'ni namoz o'qimaslik kerak deydi. Birinchisi musulmon, ikkinchisi kofir. Nimaga? Chunki birinchi odam fikrida to'g'ri fikrlayapti, ya'ni namoz o'qishlik farzligini inkor qilmayapti. Ikkinchi odam farzligini inkor qilyapti. Tushundingizmi? O'shanaqa demoqchiman, qara, demokratiya vosita sifatida biz tatbiq qilamiz. Demoqchiman, lekin g'oyalardan, deylik, misol g'oyalarni olmaymiz. Bering savolingiz, keyingi savolingiz. Keyin hozir Amir domlani eshitganimda ko'p aytadi, haligi odamlar savol berishadi. Misol uchun, demokratiya kufrmi deb savol berilgan savolga demokratiya shu vosita, demokratiya din emas deydi. Shunda menda savol paydo bo'ldi. Shu faqat din bo'lsa-la kufr bo'ladimi shu narsa? Ha, din bo'lsa kufr bo'ladimi? Qarang, siz islom dinini qo'yib siz xristian diniga kirdingiz. Kufr qildingizmi siz? Yo'q. Bitta narsani kufr bo'lish uchun faqat din bo'lishi kerakmi? Xolosmi demoqchiman. Qarang. Ha, qarang. Vosita ham kufr bo'la olmaydimi degan tushuncha bor menda. Vosita nimaga xizmat qilishligiga qarang. Velosiped haydashlik kufrmi, kufr emasmi? Harommi, harom emasmi? Nimaga? Velosipedda men diskotekaga haydab boryapman. Kufrmi, kufr emasmi? Ya unda harom bo'ladi. Ha, harom bo'ladi, to'g'rimi? Lekin boshqa joyga haydab borsam harom bo'lmaydi. Ya'ni ko'ryapsizmi, velosiped bu vosita, maqsad emas. Vosita sifatida men uni masjidga haydab borsam joiz, savob bo'ladi. Diskotekaga haydab borsam bu narsa bo'ladi, harom bo'ladi, to'g'rimi? Endi qachon kufr bo'ladi velosiped haydashlik? Qachon kufr bo'ladi? Ha. Qachonki men e'tiqod qilsam, Alloh taolo odamni mukammal yaratmagan, bizning oyoqlarimiz bizga yetarli emas. Velosipedni ham haydashlik kerak. Nimaga? Chunki Alloh taolo bizni mukammal yaratmagan deb e'tiqod qilsam, o'shanda kufr bo'ladi. Tushundingizmi? Qarang, o'shanda bitta odamga aytsam, men aytsam, velosiped haydashlik kufr desam, bitta odam keladi, to'xta. Velosiped bu vosita, maqsad emas deymiz. Velosiped bu vosita. Velosipedni biz masjidga haydab boramiz. Ya'ni fosiq odamlar diskotekaga haydab boradi. Ba'zi ya'ni kofirlar nima deydi? U e'tiqod qiladi. Ya'ni velosiped bizga oyoqlarimizdan ko'ra afzal. Alloh taolo bizlarni mukammal yaratmagan. Velosiped haydash hamma shart desam, o'shanda men kufr qilgan bo'laman. Chunki men e'tiqodda adashdim. Ammo men vosita sifatida ishlatsam, muammo yo'q. Agar men vositani biz haromga ishlatsam harom bo'ladi, halolga ishlatsam joiz bo'ladi. Demokratiya xuddi shunaqa. Demokratiyamiz odamlarning fikrini bilishlik uchun joiz narsa ishlatsak joiz bo'ladi, harom narsa ishlatsak harom bo'ladi. E'tiqodda Alloh taoloning shariati mukammal emas deb uni evaziga qo'yadigan bo'lsak, o'shanda kufr bo'ladi. Tushundingizmi? Boringizlar farqiga. Hozir misol uchun demokratiya, misol uchun O'zbekistonda demokratiyani olsak,
demokratiya misol uchun aytadi, sen namoz o'qishing mumkin deydi, lekin o'qimasang demokratiya qarshilik qilmaydi-ku. To'g'ri? Ha? Bu hamma joyda ha. Sizdan meni yonimga kelib turib, namoz o'qimasangiz, men sizni inamayman, lekin o'qisangiz xursand bo'laman. Aha. Nima deyman endi sizga? O'qimasangiz o'zingiz ishingiz. O'qisangiz xursandman. Xo'p. Keyin hozir men bitta narsa bo'lib qoldi. Hozir siz Rashadxon Qorini salafiy dedingiz-ku, lekin domlani o'zi men ahli sunnaman deydi-ku. Har bitta salafiy shunaqa deydi. Har bitta salafiy men ahli sunnaman, hanafiyman. Men har bitta salafiy shunaqa deydi. Ya'ni birorta salafiy ko'ryapsiz men anaqaman deganni? Yo'q, endi qaysi gapni asosan men domlani salafiy deyapsiz? O'zi salafiylar o'zim qarang, aytayapman sizga qarang. O'zi nima anaqa nima edi? Salafiylik o'zi nima? Qayerdan kelib chiqqani men sizga link tashlab qo'yaman, shu boshdan ko'rarsiz, demoqchiman. O'zi nima? Qayerdan kelib chiqqan? Telegramda anaqa ochgan edim. Guruh ochgan edim. Polni yoritib berganman. Salafiy islom O'zbekistonga qanaqa kirib kelgan, kim olib kelgan, fikrlari qanaqa, nimalarni targ'ib qiladi. Shunga post qilib yozib borgan edim, keyin to'xtatib qo'ydim. Shuni men sizga anaqa qilib qo'yaman, tashlab qo'yaman, foydali bo'ladi inshaalloh. Qarang. Misol uchun mana qarang. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deya olasizmi? Aha. Aytingchi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ha, bo'ldi, qarang, to'xtang. Hozir men mana shu gapingizdan bildimki, siz qori emas ekansiz, hofiz emas ekansiz. Ya'ni tajvidni qancha o'rganganingizni bilaman, tushunyapsizmi? Ya'ni siz bitta, ikkita, uchta gapingizdan a harfini chiqarishingiz bilan a'udhu billahi min harflarni chiqarishingizdan men Fotihani qanaqa o'qishingizni va Baqara surasini bilmasligingizni, oxirgi oyatlarni yodlamaganingiz, ya'ni saqizda ma'lumotga ega bo'laman-da. Ya'ni bitta a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyishingiz bilan. Xuddi shunga o'xshab, qarang, biz shunaqa ha, xuddi shunga qarab, odamlardan islom dinini tushuntirishga qarab, gaplarga qarab, biz unga tashxis qo'ya olamiz. Qaysi oqimdan kelyapsan, nimadan ta'sirlangansan, nimalarni targ'ib qilasan. Misol uchun, Rashidxon Qorini gaplarini eshitmagan bo'lsam, primerna nima savol bersa, nima deb javob berishni bilaman, tushunasizmi? Xuddi sizni hozir a'udhu billahi hijidan qarab turib Fotihani o'qishingizni ham bilaman, oxiriga 30-porani qanaqa o'qishingizni ham bilaman va o'qiy olmashingizni ham bilaman va tajvid o'rganmaganingizni ham bilaman. Tushundingizmi? Ya'ni sizni ozgina siz haqidagi ma'lumot menga boshqa ma'lumotlaringiz haqida menga anaqa xulosa beradi-da. Xuddi shunga o'xshab Rashidxon Qorini biz ikkita uchta gaplarni eshitib turib, uni qaysi oqimdan kelishingizni, nimalarga tatbiq qilishingizni, kimdan ilm o'rgangan, kimga tatbiq qiladi, yonidagi kimlar bilan yurishingizni, ya'ni ikkita uchta videosiga kifoya qiladi demoqchiman, u haqida ma'lumot ega bo'lishingiz uchun. Tushundingizmi? Shuni aytayapman demoqchiman. Tushundingizmi? O'shanga qarab demoqchiman. Misol uchun bittadan ikkita savollarga javob berishdan men o'zi bilib olaman, ya'ni Alloh osmonda deyishligini, nima dalillar olib kelishligini, qanaqa dalillar olib kelishligini, ya'ni men unga nima javob bersam, u yana nima deyishligini, ya'ni u haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Tushunyapsizmi? Ha, tushunarli. Shunaqa. Endi demokratiya mavzusini tushundim. Demak, tushundim. Demokratiya oddiy vositachi, to'g'rimi? Qarang, ha, vositachi. Endi qarang. Musulmonlar uchun vositachi, tushunarli-ya? Boshqa g'ayri dinlar, g'arbdagilar uchun, liberal g'arblar uchun ular maqsad qilgan bo'lishi ham mumkin, bilmadim. Musulmonlar demokratiyani vosita sifatida shunaqa. Ha, vositachi deb turib, faqat o'zimizga keragini olamiz, qolganini tashlaymiz. Xuddi shunday. Demak, demokratiya hozirda hech qachon kufr bo'lmaydimi shunda? Xuddi aytdim-ku, velosiped hech qachon kufr bo'lmaydimi degan bir gap bilan bir. Tushunarli bo'ldi. Demak, demokratiya mavzusini tushundim. Endi hozir menda yana 4 ta savol bor. Bemalol. Ha. Xo'p, birinchi savol, misol men bomdodda ba'zida endi kech qolamanda, ayni aytilgan vaqtiga tursam jina kechroq bo'ladi. Endi menda ilovalar bor. Islom Muz yoki Al-Qur'on degan ilovalar bor. Shular namoz vaqtlarini ko'rsatib turadi. Hop. Nechida quyosh chiqadi, nechida bomdod vaqti chiqadi, shularni bunday ko'rib turib, shular ilovadagi vaqtlar to'g'ri bo'ladimi? Misol behijoat o'qisam bo'laveradimi? Ha, O'zbekistonda tasdiqlangan ilovalar to'g'ri bo'ladi. Faqatgina o'zingiz mintaqangizga kirgishingiz kerak. Misol Andijon bo'lsa, Andijon kirgizgan bo'lsangiz, o'sha mintaqangizda yashab turgan mintaqangiz to'g'ri bo'ladi. Keyin yana bitta narsa bor ekan, shu ilovada men ko'rdim. Misol uchun peshin oladigan bo'lsak, peshin 12:24 dami? Shunaqada boshlanadi deb yozilgan. Kiradi, ha. Lekin biz o'zimizning tumanda 12:45 da azon aytiladi. Demak, men hozir 12:24 o'qisam bo'laveradimi yo bo'lmaydimi peshin? Shunaqa sunnatini o'qiysangiz bo'ladi yoki kechishingiz kerak bo'lsa, farzni ham o'qisangiz bo'ladi. Qarang.
Bitta narsani biling, peshinda vaqtda o'sha quyosh og'gandan boshlab har bitta narsani soyasi 2 barobar bo'lguncha xuddi shuning uchun o'sha vaqtda namoz o'qisa bo'ladi. Endi jamoat o'zi belgilaydi qachon namoz o'qib peshin o'qishligini. Masalan 12:45 to'g'rimi? Boshqalar 1da o'qiydi, ba'zilar 1:30da o'qiydi. Endi jamoatga farq qiladi bu narsa. Yo'q, sizda 12:45 da azon aytiladi-da namozga. Azonni Ha. o'qisam bo'laveradimi deyapman. Yo'q, qarang, quyosh og'gandan keyin ya'ni o'sha vaqt ko'rsatib beradi. O'sha zavoldan keyin уже peshin vaqti kirgan bo'ladi, o'qisangiz bo'ladi. Sunnatni o'qisangiz bo'ladi. Agar kechishingiz kerak bo'lsa, jamoatga qo'shila olmasangiz, farzni o'qisangiz ham bo'ladi. Tushunarli. Demak, azon aytilmasdan oldin ham demak o'qisam bo'laveradi o'zi. Ha, azon bu bildirish degan, ha. O'zi aslida ya'ni azonni o'sha zavoldan keyin aytishlik kerak aslida. Boshqalarga bildirish uchun, peshin kirganligi uchun, ha. Hop, endi keyingi savolim savol shundan iboratki, misol uchun meni uydagilarim endi tadbirkorlik bilan shug'ullanishyapti. Shunda puldan muammo bo'lib kredit olishyapti ba'zida. Shuni misol ota-onamga qanday kredit bunaqa tushuntirsam, misol kredit harom olmanglar deb gapirsam, bu hurmatsizlik bo'lmaydimi yo qanday gapirish kerak shu masalalarda yoki umuman gapirmash kerakmi ota-onaga? Endi qaraysiz, qanchalik oladi, gapingizni qanchalik olmaydi, qanchalik sizni hurmatingiz bor ota-onangiz nazdida, qanchalik hurmatingiz yo'q. Endi qaraysiz, qanchalik bog'liqsiz, qanchalik bog'liq emassiz. Harakat qilib ko'rasiz aytishlikka. Agar o'ta jahl qilib qo'ysa, indamay qo'yasiz. Chunki sizga Alloh taolo sizga yuklamagan bu narsani, demoqchiman. Ya'ni siz aynan majburlab yoki baqir-chaqir qilishing shart emas. Olish, ya'ni bilmagan bo'lsa, eshitsa, olishiga umid qilsangiz, sizni o'ta yaxshi ko'rsa, bo'pti o'g'lim desa, unda gap yo'q. Aytganingiz yaxshi. Bo'lmasa urushishlik shart emas demoqchiman. Endi Tushunarli. Endi yana keyingi savolim, biz hozirda talabamiz. hop. Iqtisod yo'nalishida o'qiymiz. Shunga haligi amaliyot hisobida deb turib ko'p joylarga, misol muzeylarga yoki boshqa joylarga ekskursiyaga olib borishadi. O'rganamiz, ko'ramiz, tanishamiz. Shunda anaqa o'zi O'zbekistonda banklar deyarli hammasida ishlash joiz emas, chunki ribo bor. Endi biz shu bankka ekskursiya hisobida tanishgani borsak bo'ladimi? U ham joiz emas. Yo'q, uni bemalol, u oddiy narsa. Qarang. Bitta narsani bilib oling, islom dinida harom aniq ochiq ravshan haromga olib boradigan, o'shanga xizmat qilishlik ham harom bo'ladi, o'shani. Misol uchun mana cho'chqa harom bilasiz, islom dinida. Aha. Nimasi harom cho'chqani? Cho'chqani o'zi go'sht haromda. Go'shti nimasi harom? Go'shtni nima qilishlik harom? Ha, ana yeyishlik harom, tushunarli? Yeyishlik harom. Men go'shtiga qarab tursam, men harom ish qilmayapman, tushunarli? Aha. Qarashlik harom emas, yeyishlik harom. Ya'ni yoki tovushini eshitlik harom emas, yeyishlik harom. Misol uchun nomahram qizni deylik, nomahram qizni nimasi harom? Unga qarashlik harom. Tushunarli? Oddiy gapirsa og'zini eshitlik harom emas, ya'ni unga qarashlik harom. Shunga bilishimiz kerak. Misol bankni deylik, bankni nimasi harom? O'sha riboga pul berishligiga harom va o'shanga vositachilik qilishlik harom. Chunki aylanganimizki, tanishingizni ko'rgani borishingiz harom emas. Tushunarli. Endi keyingi savol, oxirgi savol, men buni YouTube'da shu masala eshitganimni ko'rib qoldim. Abroraliga savol berishibdi. Anaqa hijobsiz yurgan ayolning eri dayus bo'ladimi desa, domla yo'q debdi. Chunki qachonki u dayus bo'ladi, uni shu qilayotgan zinosiga eri rozi bo'lsa, gunohiga rozi bo'lsa, shunda dayus bo'ladi debdi. Lekin menda bitta anaqa savol paydo bo'lib qoldi shunda, YouTube'dan istab topa olmadim. Endi misol hijobsiz ayolni, misol oddiy yursa ham gunoh qilmasdan oddiy yursa ham u ayol eri misol uchun hijobsizligiga rozi bo'lyapti-ku, boshqalar ko'rsa uni ko'z zinosi bo'ladi, shunga rozi bo'lyapti. Bunda qanday bo'ladi? Yo'q, rozi bo'lganini aniq bilsangiz, shunda to'g'ri bo'ladi demoqchiman. Qaysi ma'noda? Mana deylik, ukangiz yoki akangiz yoki dadangiz namoz o'qimayapti, to'g'rimi? Sizdan xos aytyapsiz-ku, kredit olishyapti, gapimga kirmayapti deyapti, to'g'rimi? Hozir kimdir kelib turib sizga aytsa, "Hey, sen ota-onang kredit olyapti-kan, sen ham gunohga sheriksan" deb harom ish qilyapsan deb kimdir sizni so'kib yuborsa deysiz. Ha, men aytdim, olmasa nima qilay deysiz, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab deylik, misol xotiningizga aytasiz, o'ldirib yubormaysiz uni. Xotiningizga aytasiz, unaqa qilma deysiz. Endi xotiningiz kelmadi deylik yoki to'polon qilyapti yoki boshqa narsa qilyapti yoki dadasi qo'ying, odamlar nima deydi yoki misol uchun muammo qilyapti deylik. Siz bekor bo'lyapti deyapsiz. Endi qo'lingizdan kelganini qilasiz siz. Ha, tushunarli. Demak, bu yoq xotin ko'nmayapti, er bunga ham rozi emas hijob kiymasligiga. Ha, endi qo'lingizdan kelgancha ana qo'lingizdan kelgancha tatbiq qilasiz, nima deylik? Yoki misol uchun nima u yog'iga nima ham qilib bera olasiz endi. O'sha agar siz yo'q bu kiymasanglar mayli deb qalbingizda rozilik bo'lsa yoki qalbingizda
hech bo'lmasa o'sha Rasululloh alayhi vasallam aytgandek qalbingizdan yomon ko'rib qolmasangiz, o'shanda to'g'ri bo'ladi. Tushunarli. Shu savollarim shulardi. Sizga rahmat. Men deyarli hammasini tushundim. Bemalol birodarim, nima savollar bo'lsa gaplashaveramiz. Bo'ladi, yana bir masalalar chiqib qolsa o'zizga yozaman. Bemalol birodarim, bemalol. Shu yaxshi qiling, o'ylaning, savol bo'lgani yaxshi. Savol bo'lishlik bu intilishlikning belgisi. Savol ko'proq berishlik bu foydali. Faqat o'sha haqni xolislik bilan, ya'ni haqqa intilib, nafsingiz uchun to'g'rilab olishlik emas, haqqa intilib savol berishlik bu juda ham foydali. Har qanday masalada, aqidadami, fiqhdami, tasavvufdami, juda ham foydali. Odamning o'sishligi sababchi bo'ladi. Alloh taolo barchamizni qabul qilsin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sizdan ham birodarim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وعلى اله وصحبه